Şərqi Türkistan sürgündə hökuməti, Şərqi Türkistan sürgündə parlamenti, Şərqi Türkistan Milli Fondi, Şərqi Türkistan Milli Uyg'unish Hareketi, Şivisiya Uyg'ur Komiteti vekilleri ve diasporadagi Şərqi Türkistanlıklar birinci qatımlıq Şərqi Türkistan Cumhuriyeti e'lon qilinganligining 91 yilligi ve ikinci qatımlıq Şərqi Türkistan Cumhuriyeti e'lon qilinganligining 80 yilligini, Şərqi Türkistan sürgündə hökuməti qurulganligining 20 yilligini xatırlash munosabati bilan 2024 yili 12 noyabr kuni Amerika Majlisining oldiga yig'ilib namoyish o'tkazdi. Şərqi Türkistan sürgündə hökumətinin tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudoyer apandi axborot e'lon qilib mundaq dedi. Bugün biz bu muqaddas joyga yig'ilib, birinchi va ikkinchi qatim e'lon qilingan Şərqi Türkistan Cumhuriyetlarimizning xotir kunlarini xotirlash uchun emas, balki o'zi uchun so'zlayolmaydigan millionlagan kishilarga vakolatan dunyoga ogohlantirish berish uchun bu yerga jam bo'ldik. Şərqi Türkistan xalqiga vakillik qiladigan Şərqi Türkistan sürgündə hökumətinin tashqi ishlar ministri bo'lish sifatim bilan dunyoga hozirgi vaqtning jiddiy harakatga o'tish vaqti ekanligidan iborat bir uchurni bermoqchiman. Biz yesdaşlıq talab qilish uchun emas, balki adolat talab qilish uchun, huquq tilash uchun emas, o'zimizning haqlarini qaytarib olish uchun bu yerga yig'ildik. Biz shu temani oydinlashtirib olaylik. Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonda qilayotganlari irqiy qirg'inchilikdan iborat. Bu bir butun xalqning sistemlik turda oldin planlangan sovuqqonlik bilan yo'qotilishidan iborat. Xitoy Kompartiyasi 75 yildan ko'proq vaqtdan buyon kimligimizni, kulturimizni va mavjudligimizni yo'qotish uchun harakat qilmoqda. Bu mubolag'a emas, balki nurg'un dalil isbotlar orqali isbotlangan haqiqat. 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining izzat obro'ylari dafsanda qilinayotgan jazo lagerlarining mavjudligiga doir qo'limizda dalil isbotlar bor. Bu jazo lagerlari hargizmo Beijing mazhirlik bilan atagan qayta tarbiyalash markazlari bo'lmasdan, balki ayollar zulm ko'radigan, to'mas qilinadigan, mingisi yuyiladigan, majburiy emgakka selinadigan jazo lagerlaridan iborat. Shuni aniq deb qo'yay. Xitoy Kompartiyasi bu qadar vahshiyliklarni qilayotganda dunyo tomosha qilib tursa bo'lmaydi. Yolg'iz Sharq Turkistonning kelajagida emas, bir dunyo barpo qilish prinsiplariga zid. Xitoy hokimiyati xalqaro tartibning qoidalarini qaytadan aniqlab, dunyoni o'zining mustabid tasavvuriga bo'ysundirib, uning zulmiga qarshi turishga jur'at qilganlarni jimiqtirishni maqsad qiladi. Sharq Turkiston xalqi yetib oshqidek zulm chekdi. Biz istoshlik talab qilmaymiz. Adolat uchun harakatlanishni talab qilamiz. Biz bugun shu sababdan bu yerga jam bo'ldik. Biz Amerika parlamentini Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatiga qarshi turish, izilgan Sharq Turkiston xalqi bilan bir safda turishga dadil va keskin tadbir qo'llanishga chaqiramiz. Avval Amerika Kengashini Uyg'ur siyosati qonunini ma'qullashga chaqiramiz. Tashqi ishlar ministrligiga Sharq Turkiston va Uyg'ur masalalari uchun alohida moslashtiruvchi tayinlashni o'z ichiga olgan bu qonun simvol xarakterli ishorat bo'lib qolmasdan, u Xitoy Kompartiyasining zulmgarligiga qarshi turishdagi muhim qurol. Bu xil pozitsiya Beijingga Amerikaning javobgarligini surishtirishda astoydil muomala qiladiganligiga aniq signal beradi. Yerim tadbirning vaqti o'tib ketdi. Xitoy xalqimizga qartilgan terrorlik harakatini to'xtatguncha, Amerika Xitoy bilan bo'lgan diplomatik aloqada diplomatik va iqtisodiy nufuzdan foydalanishi kerak. Ikkinchidan, biz Amerikani Sharq Turkistonni ishg'ol qilmagan davlat deb rasmiy e'tirof qilishga chaqiramiz. Bu faqat uqum masalasi emas, balki tarixiy haqiqatlarni tonish masalasidir. Xitoy Kompartiyasi 1949 yili vatanimizni ishg'ol qilib oldi. Shu vaqtdan beri Sharq Turkiston ko'mirmush bilan boshqarilmoqda. Ammo shuni esga solmoqchimanki, Sharq Turkiston Xitoy Kompartiyasi ishg'ol qilib olishdan ilgari xalqi ikki qatim mustaqilligini jakarlagan mustaqil davlat edi. Biz eglik huquqli bir davlat edik va yana eglik huquqimizni asliga keltiramiz. Amerika o'z taqdirimizni o'zimiz belgilash huquqimizni e'tirof qilishda boshlamchilik qilishi kerak. Shunday qilish orqali Amerika o'zining dunyoning har qaysi joylaridagi ezilgan xalqlarga umid chirig'i bo'lishda erkinlik va adolatda mustahkam turadiganligini isbotlay oladi. Uchinchisi, Amerika parlamentining Sharq Turkiston qonunini sunishi va ma'qullikdan o'tkazishini talab qilamiz. Bu xil qonunlar Tibet siyosati qonuniga o'xshash bizning mustaqillik ko'rishimizni qo'llaydigan atrofli ramka bilan ta'minlaydi. Amerikaning kishilik huquqni davomli oldingi o'ringa qo'yishiga kafolatlik qiladi hamda Sharq Turkiston xalqining erkinlikka bo'lgan intilishini qo'llaydi. Xitoy Kompartiyasi harakatining oqibati og'ir. Amerika irqiy qirg'inchilikqa ko'z yummaydi. Amerikaning nemishqa ko'ngil bo'lishi kerakligini so'rganlarga shuni oydinlashtirib qo'ygim keladi. Bu faqat kishilik huquq masalasi emas. Bu dunyoning bexatarlik masalasi, yer shari bexatarlik masalasi.
o'z fuqarolariga rəhimsizlikçe muomala qiladigan hokimiyatning xalqaro kelishimlarga yoki boshqa davlatlarning egilik huquqiga hurmat qilishiga ishongili bo'lmaydi. Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonga emas, balki butkul dunyo tartibiga tahdid. Agar Xitoyning jinoyati tekshirilmay, Xitoy jinoyatini davomlashtiraversa, dunyoga 21-asrda dunyoda zulm bo'layotganlik uchurini berdi. Biz buningga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Men Amerikaning kuchini oqilona ishlatishini so'rayman. Iqtisodiy kuchingiz, diplomatik ta'siringiz va axloqiy huquqingizdan foydalanib, Xitoy Kompartiyasiga qarshi turishingiz kerak. Jazo, diplomatik besim va boshqa barliq vositalarni qo'llanib, Xitoy hokimiyatidan uzoq turing. Shunisi aniq bo'lishi kerakki, irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan hokimiyat bilan tijorat qilish to'g'ri emas. Amerika xalqiga shuni deymanki, davlatingiz azaldan zulm ostida azob-uqubat chekayotganlarga umid chirig'i bo'lib keldi. Dunyo Amerikaning rahbarlik qilishini umid qildi. Sharq Turkiston xalqi yordam talab qilganida Amerikaning parvo qilmaganligi tarixga yozilmasin. Sharq Turkistonlik qarindoshlarimga shundoq aytaman. Umidni yo'qotib qo'ymang. Biz to'xtab qolmaylik, sukut qilmaylik. Shundoqla qo'rqib qolmaylik. İzzet, hürmet içinde yaşaş, erkin ibadet qilish va kültürümüzni kelgusi avlodlarga yetkazish huquqimizga erishish uchun davomli kurash qilaylik. Ajdodlarimiz erkinligimiz uchun kurash qilgan. Biz bu kurashni toki erkinlikka erishguncha davomlashtirishimiz kerak. Dünya bizning uchurimizni anglasin. Sharq Turkiston hur mustaqilligiga erishidi. Xitoy Kompartiyasining zolim kunlari sanoqliqla qoldi. İttifoqdoshlarimizning qo'llashi bilan birlikda g'alaba qilamiz. Rahmat sizga. Allah Amerikani baxtli qilsin. Sharq Turkiston xalqi uzun o'tmay erkinlikka erishsin dedi.